Kofe ichganimizda tanamizda nima bo'ladi? Spoiler, siz o'zingizni faqatgina tanangizga energiya to'layotgandek deb tasavvur qilasiz. Kofe sizga o'zidan o'zi energiya yaratmaydi. U tanangiz kelajakdagi energiyasini oladi. Miyada adenosin degan molekula bor. Qancha ko'p energiya sarflasangiz, miyangizga shuncha ko'p adenosin to'planadi. Odatda adenosin miyadagi retseptorlarga bog'lanadi va ular tushunadiki, charchadik va energiyani tiklash uchun uxlash kerak deyishadi. Kofein esa adenosin molekulasiga juda ham o'xshaydi va retseptorlarga bog'lanadi, lekin hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun sizning miyangiz charchamaganman deb o'ylaydi. Lekin adenosin molekulasi qoladi, hattoki ko'payadi ham. Va qachondir kofein retseptordan chiqadi, shunda barcha to'plangan charchoq neyronlarga boradi va siz esa xronический charchoqni his qilasiz. Shuning uchun har safar energiyaga boy bo'lishingiz uchun kofe ichganingizda miyangizga zarar yetkazmasligi uchun 2 barobar ko'proq dam olishingiz kerak. Demak, kofe sog'liqqa foydalimi yoki zararli? Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingizni xohlayman.